Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Mana bugun Andijon viloyati Moshimol ishimizni yakunladik. Xudo xolasa mana ko'rib o'zingiz baho bering. Xo'p, bu ko'rib turgan darvozaxona 9 ga 4 darvozaxona. Neavishni ko'rinishda qildik. O'rtalariga rombi oynadan qilib berganmiz. Listralarni ham o'rnatib berdik. Xudo xolasa hamma xizmati bekarga bo'lib, bu joylarga ham ahamiyat bersa juda go'zal holatda bo'ldi. Xo'p, bu ishimiz Общий kvadrati 163 kvadrat atrofida turgan ketdi. 35 metr turbalarimiz ketyapti. 30 metr tarnov ketyapti. Общий hamma xarajati ichida 23 million so'mga bitta shu joyimiz. Shapkalarimiz endi bu taraf hamma shapka taraflari 120 chiqqan. Hop, ko'cha shapkalarimiz ham bor. Hozir ko'chani ham ko'rsataman. Do'stlar, burchakka ham ahamiyat berasizlar. Juda go'zal holatlarda bo'ldi burchaklari ham. Xo'p, bu listimizni qalinligi 0.37 tunikada bo'lyapti. Hozirgi kunda bu listimizni qalinligi 0.37 tunikamiz 130 ming so'mdan hamma rasxod ichida qilib bitkazib beryapmiz. Turbalarni ham shunday chiroyli holatda bo'lyapti. Xo'p, mayda uning ichida bu yer koridori ham bor. Meniga chiroyli qilib tomga hot look ochib berganmiz. Bunga ham alohida ahamiyat berasizlar. Xudo xolasa lampalarni ham qo'yib ketdik. Kimga xizmatlar kerak bo'lsa shunaqa sifatli nomerlarimiz 93 067 11 raqamlarga bemalol murojaat qila olasizlar. Hop, ko'cha tarafda ustoz akalarimiz tanlovda o'rnatyapti. Mana ko'cha shapkaga olib chiqamiz. Halasizlar aka. Charchamayapsizmi? Turbalarni o'rnatyapti chiroyli qilib. 20 metr ishimiz qoldi. Hop, ko'cha shapkamizga tanlov qo'yilmadi. Uyda egasi talabiga binoan gazirovchasiga mana burchalarni ham cho'tka qilib keltirganmiz. Shu tarafdan. Hop, burchalarni ham ikki tarafga bukib, chiroyli holatga keltirdi. Bu shapkamiz 40 sm shapka. Shu joylarimiz hammasi bo'lib 23 millionga bitdi. Ammo turba hamma rasot ichida.